Assalomu alaykum, hurmatli otaksonlar va onaksonlar, aziz yurtdoshlar. Bugun biz sizning dachingiz, hovlingiz va umringiz davomida tartib bunyod etgan har bir qurilma xavf ostida ekani va bu vaziyatdan qanday chiqish yo'llarini muhokama qilamiz. Hukumatning navbatdagi tashabbusi kadastr agentligining yangi qarorlari sababli ko'plab insonlar o'z uylarida tinch yashash huquqidan mahrum bo'lish arafasida. Dachingizni tortib olishmoqchimi? Hovlingizdagi tandirk sona yoki oshk sonangiz uchun jarimaga tortishmoqchimi? Buldozerlar kelib umringiz bunyodkorligini buzib tashlamoqchimi? Afsuski bugungi qonunlar shunday bir vaziyatni keltirib chiqarmoqdaki nafaqat qariyalar, balki butun jamiyatki yatta atvatta bung uwanga man panggap tobiyah ngina ka kasa arza chi yep ila teddi i turishga majbur. Kadastr agentligi iqtisodimlari bugun mamlakat bo'ylab shaxsiy uy-joylar va tomorqa uchastkalarini to'liq tekshirishga kirishdi. Yangi farmoyishga ko'ra, agar yozgi sonangdan kiz tovuq sona yoki soya boningiz rejalashtirish hujjatlariga kiritilmagan bo'lsa, bu o'zboshimchalik bilan qurilgan deb topiladi. Jarima miqdori esa 15 bazaviya hisoblash miqdori, bu 5 million so'mdan ortiq degani. Agar 10 kun ichida bu pulni to'lamasangiz, buldozer kelib hamma narsani yer bilan yakson qilishi mumkin. Ular bizning ter to'kib sug'organ har bir qarich yerimizni soliqqa tortmoqchi, har bir qurilgan bino uchun pul undirmoqchi. Bu adolatdanmi? Mana shu yoshga kirib, umringizni shu vatanga bag'ishladingiz. Har bir gishtni o'z qo'lingiz bilan qo'yganingiz, har bir tupni o'z mehnatingiz bilan o'stirganingiz yodingizda. Yoshligingizdan beri tinimsiz mehnat qilib, farzandlaringizni, nabiralaringizni shu erda o'stirdingiz. Qanchadan qancha qiyinchiliklarni ko'rdingiz, lekin hech qachon taslim bo'lmadingiz. Ko'pimiz quruq yerga birinchi ishni qo'yganimizda bugungi qonunlar u yoqda tursin, hatto ertangi kun qanday bo'lishini ham bilmasdik. Faqat bir niyat bor edi, oilamizga boshpana bo'lsin, farzandlarimiz rohat ko'rsin. Endi esa bu narsalar noqonuniy deyilmoqdami? Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Necha yil xizmat qildingiz? Nimalar qurdirdingiz? Kantada va umrboqiy mehnatingizni qadrlash o'rniga uni o'zboshimchalik deb atashadi. Qani aziz yurtdoshlar, sharhlarda yozing, bir-birimizga dalda bo'laylik. Bizning ovozimiz birlashsa albatta eshitiladi. Shu kabi adolatsizliklarga qarshi birgalikda kurashish, qonuniy huquqlaringizni himoya qilish va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizning birdamligimizning ramzi bo'ladi. Eslab ko'ring, avval qanday edi? Mahalla ahli bir-biriga yordam berib, hovlisida tovuq sona qursa, hech kim uni to'xtatmas edi. Yozgi oshk sona qurish, soyabon tiklash bu kundalik hayotning bir qismi edi. Bu amaliy ehtiyojdan kelib chiqadigan asrlar davomida shakllangan an'ana edi. Sovuqda uyning ichida tovuq saqlab bo'lmasdi. Yozning jazirama issiqida hovlida ovqat pishirishga majbur edingiz. Har bir uyning o'z tandirk sonasi bo'lardi. Non yopish uchun, oilasini boqish uchun. Bu shunchaki qurilish emas, bu hayot tarzi, tirikchilik manbai, oilaning qadriyati edi. Hech kim hujjat so'ramasdi, hech kim jarima bilan qo'rqitmasdi. Aksir o'sha paytda hokimiyatning o'zi ham qishloq xo'jaligini, shaxsiy tomorqa ahamiyatini tushunardi. Pensiya yoshdagi insonlar o'z mehnati bilan yerga ishlov berib, oilasini boqar edi, davlatga yordam berar edi. Hozir esa buning o'rniga bizga o'zboshimchalik bilan qurilgan degan ayblovlar va 5 million so'mdan oshiq jarimalar bilan tahdid solinmoqda. Bugungi kunda kadastr agentligi go'yoki tartib o'rnatishni, qonunni hurmat qilishni talab qilayotgan bo'lib ko'rinadi. Lekin qanday qilib bu kabi talablar yuzlab yillar davomida shakllangan hayot tarzini, bobo-buvilarimizdan meros qolgan dehqonchilik madaniyatini, oddiy insonlarning tirikchilik manbasini oyoq osti qilishi mumkin? Bir tomondan pensiya jamg'armasi pensiyalarni oshirish haqida gapiradi. Lekin boshqa tomondan yangi soliqlar va jarimalar bilan bu oshishni yo'qqa chiqaradi. Keling, bir misol keltiraylik. Aytingchi, 30 yil oldin qurilgan bolalaringizning o'yinchoqlari, nabiralaringizning velosipedlari saqlanadigan kichkina omborsona yoki mayli o'sha mashhur tovuq sona uchun hozir qanday hujjat topasiz? Yoki 2 yil oldin buvisining qo'li bilan tiklangan o'choq sonani rejaga kiritishni qanday talab qilish mumkin?
Aslida bu yangi qoidalar aynan kimlarni xavf ostiga qo'yadi? Birinchidan, albatta, keksa avlod vakillari. Ular umrining asosiy qismini Sovet davrida o'tkazganlar. O'sha paytda bu kabi bürokratik to'siqlar yo'q edi. Ular o'z ehtiyojlariga qarab, mahalla oqsoqollari bilan maslahatlashib, hovlilarini obod qilishgan. Ularning ko'pi hozirgi kunda kompyuter teknologiyalaridan uzoq, hujjatbozlikni tushunmaydi va hatto ko'pincha hatto bu yangi qonunlardan bexabar. Ikkinchidan, qishloq joylarda yashovchi asosiy daromadi tomorqadan bo'lgan aholi qatlami. Ularning har bir binosi, har bir yer uchastkasi ularning tirikchiligi uchun xizmat qiladi. Uchinchi guruhga esa daromadi kam bo'lgan har bir so'mni tejashga majbur bo'lgan insonlar kiradi. 5 million so'm jarima ularning oylik pensiyasidan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Bu summani to'lash uchun ular qarzga botishi, ba'zilar hatto yegan nonidan qisishi kerak bo'ladi. Davlatimiz qariyalarga gamsho'rlik qilishni, ularni e'zozlashni doim gapiradi. Lekin amalda nima bo'lyapti? Pensiya jamg'armasi bir tomondan pensiyalarni ozgina oshirganini e'lon qiladi. Masalan, falon turdagi pensiyalar 10% ga ko'tarildi, filon turdagilarga minimal pensiya darajasi oshirildi deyishadi. Bu yaxshi albatta, lekin o'sha 10% ni 1000 so'm 2000 so'mni ko'tarishga arzidimi? Agar keyin 5 million so'mlik jarima bilan uni qaytarib olishsa, bu suddi bir cho'ntagingizga bir so'm solib boshqa cho'ntagingizdan 100 so'm olib qo'yishga o'xshamaydimi? Bu gamsho'rlik emas, bu ohkozlik. Bu insonlarning qon terini so'rish, ularning hayotini yanada og'irlashtirish. Aksir pensionerlarning aksariyati kamtarona pensiya bilan kun kechiradi. Ular har bir tiyinini tejab farzandlariga, nabiralariga yordam berishga harakat qilishadi. Bu kabi jarimalar ularning butun hayotini izdan chiqarishi mumkin. Men o'ynasam omoni bilaman. U 8 farzandni tarbiyalagan, umri zavodda ishlash bilan o'tgan. Nafaqaga chiqqach, hovlisidagi kichik yeriga qarab pomidor, bodring ekin, o'zining 100-200 ming so'mlik pensiyasiga qarz bo'lmasdan kun ko'rardi. 20 yil oldin marhum eri bilan birga hovlisining burchagiga tovuqlar uchun kichik bir katakcha qurishgan edi. Uning qandaydir rasmiy ruxsatnomasini olish haqida hech kim o'ylamagan. Shunchaki ehtiyoj bor edi. Endi esa kadastr agentligining iqtisodiymi kelib, o'sha tovuqsona o'zboshimchalik bilan qurilgan deb 5 million so'mdan ortiq jarima bilan tahdid solmoqda. O'ynisa momoning yoshi 70 dan oshdi, u bu pulni qayerdan topadi? Qanday qilib bir umr halol mehnat qilgan inson umrining oksirida o'z uyida, o'z mehnati bilan qurgan narsasi uchun jinoyatchidek javob berishi kerak? Bu adolatmi? Aksir bizning madaniyatimizda qariyalarga hurmat, ularning mehnati va donoligini qadrlash asosiy qadriyatlardan biri emasmi? Ular shu davlatning asosini qurgan insonlar. Ular bugungi kunimiz uchun qanchadan qancha azoblarni boshdan kechirgan. Yana bir misol. Ahmad bobo butun umr qishloq xo'jaligida ishladi. Uning hovlisida kichik bir omborgsona bor. U yerda dehqonchilik asboblari, belkurak, ketmon, shudgorlash moslamalari saqlanadi. Bu omborgsona 60 yil oldin qurilgan. Bobo unga g'ishtni o'z qo'llari bilan qo'ygan. Endi esa bu omborgsona ham noqonuniy deb topilib jarima undirilmoqda. Ahmad boboning nabiralari unga yordam berish uchun pul topishga harakat qilishmoqda. Ammo bu ahvol qachongacha davom etadi? Har bir kichik inshootga ruxsatnoma olish, uni ro'yxatdan o'tkazish, davlat to'lovlarini to'lash. Bu oddiy insonlar uchun juda katta yuk. Bu shunchaki pul yig'ishning yangi usuli emasmi? Pensionerlarning cho'ntagiga kirishning oson yo'li emasmi? Sizning mahallingizda, qishlog'ingizda bu qonun qanday qabul qilinmoqda? Kimlardir allaqachon jarimaga tortildimi? Qanday holatlarga duch keldingiz? Balki siz ham o'z qo'lingiz bilan qurgan uyingizning bir qismi uchun jarimaga tortilish tahdidi ostidasiz. O'z fikrlaringizni va boshdan kechirganlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Sizning har bir fikringiz biz uchun qimmatlidir. Ular bizga bu holatning qanchalik jiddiy ekanligini tushunishga yordam beradi va bizning keyingi harakatlarimizni belgilaydi. Unutmaylik, biz bitta o'yla, bitta qisalik. Birdamlikda kuch bor. Endi esa aziz yurtdoshlar, bu vaziyatdan qanday chiqish yo'llari borligi haqida gaplashaylik. Eng avvalo vahimaga tushmaslik kerak, lekin hushyor bo'lish lozim. Birinchi qadam barcha hujjatlaringizni tekshirish. Yer uchastkasiga egalik huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlar, uy-joy kadastr pasporti va boshqa tegishli qog'ozlarni tartibga soling. Agar mavjud bo'lmasa, ularni tiklashga harakat qiling. Ikkinchi muhim qadam, hech qanday hujjatni imzolashtirishga shoshilmang. Kadastr agentligi iqtisodimlari sizdan qandaydir aktlar yoki bayonnomalarga imzo qo'yishingizni talab qilsa, avvalo uning mazmunini diqqat bilan o'qib chiqing. Agar tushunmasangiz,
darhol yuridik yordam so'rang. 3-chi maslahat, mahallangizning mas'ul sodimlari, mahalla oqsoqolari bilan bog'laning. Ular bu masaladan sabardor bo'lishlari va sizga ma'lumot berishlari kerak. Ba'zan mahalla idoralari orqali muammoga yechim topish mumkin. 4-chi va eng muhim tavsiya. Malakali yoshchanjani jujudando yidis postamatkan ganan alke tamanne muronan moro pororomlo kanajam atat dojat kiling hujjatlaringizni korsating vaziyatni tushuntiring. Men o'z nomimdan sizga yordam berishga tayyorman. Bizning yuridik markazimiz pensionerlarning huquqlarini himoya qilishga ixtisoslashgan an fatamda intam bunday holatlarda ko'p tajribaga ega. Agar sizning holatingiz o'zboshimchalik bilan qurilgan inshut bo'lsa-da, lekin unga hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyati mavjud bo'lsa, buni qanday qilish kerakligini tushuntirib beramiz. Ba'zi hollarda agar inshut uzoq yillar oldin qurilgan bo'lsa va uning zarari yo'q bo'lsa, sud orqali uni qonuniylashtirish imkoniyatlari ham bor. 5-tavsiya, barcha voqealarni hujjatlashtiring. Agar kadastr sodimlari kelsa, ularning ismini, lavozimini yozib oling. Agar ular kana andaidi ani irritalitet koyatlar qilsa yoki tahdid qilsa, bu haqida yozma ravishda dalillarni to'plang. Guvohlarni chaqirishga harakat qiling. Eng muhimi, yolg'iz emasligingizni unutmang. Bu muammo ko'pchilikka tegishli. Shuning uchun birdamlikda harakat qilishimiz kerak. Bizning kanalimizga obuna bo'lishingiz, do'stlaringiz va qarindoshlaringizga bu videoni ulashishingiz, bu bizning kuchimizni oshiradi. Qanchalik ko'p odam bu masaladan xabardor bo'lsa, hukumat ham shunchalik bizning talablarimizni eshitishga majbur bo'ladi. Aksir biz tinchlik sotirjamlikda yashashni, o'z mehnati bilan yaratgan maskanimizda sotirjam qariyalik kechirishni xohlaymiz. Xolos, biz birovning haqqiga ko'z olaytirganimiz yo'q, aksincha bizdan hamma narsani tortib olishga urinishmoqda. Shunday qilib, aziz otaksonlar, onaksonlar, siz umr bo'yi o'z mehnatingiz bilan yaratgan maskaningizni, farzandlaringizga qoldirmoqchi bo'lgan merosingizni, qon teringiz evaziga bunyod etgan har bir narsangizni himoya qilishga tayyormisiz? Hukumatning bu gamshorligiga javobingiz nima bo'ladi? Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Bu adolatdanmi? Shu savollarga javoblaringizni sharhlarda kutaman. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Ko'rishguncha.